Bobur hukmdor bo'lsa-da, adolatni eng oliy mezoni deb bildi. Bobur she'rlari samimiy so'zlari chuqur ma'noga ega. Maqsad chiroyli so'zlash va boq niyatda bo'lish. Xo'sh, barakalla. Nihoyat, orzularim shahri Samarqand menga nasib etdi. Men Bobur, Temur o'g'illaridan biri. Bu muqaddas shaharda taxtga o'tiribman. Ey, ko'ksim to'la g'urur. Hazratim muborak bo'lsa, endi butun Mo'g'ra nahri sizning qo'lingizda. Yo'q, hali yo'q. Menga hali butunlay tinchlik yo'q, azizlar. Atrofimizda dushmanlar ko'p. Shayboniyxon ham xuddi shu daqqa ko'z tikib turibdi. Hozircha shahzodaning qo'lida Samarqand bor, katta zaifat. Ha, ammo biz bunga erishish uchun qancha azob chekkanimizni bilmaylik. Bir paytlar bobom Amir Temur barpo etgan saltanat parokanda bo'lib ketdi. Men shu saltanatni qayta tiklashni orzu qilaman. Samarqand buning debochasi xolos. Inshaalloh bundan keyingi safarlarimiz ham davomli bo'lsin, podshohim. Allohdan uzunlik quvvat so'rayman. Menga ilm va adab panohlik qilsin. Alisher Navoiy bobomizning nasihatlarini yoddan chiqarmayman. U zot e'tibor deganlar. Men ham yurtimni adolat va ilm bilan idora qilmoqchiman. Xo'yan, Shayboniyxon qo'shini darvozaga yaqinlashib kelmoqda. Vatan ozodligi yo'lida jonimiz fido bo'lsin. Bo'g'rimdan qurishib kurashamiz. Ey farzandlarim, sizga nasihat qilaman. Ilm o'rganing, chunki ilm hayot chirog'idir. Adolatli bo'ling, chunki adolat davlat asosidir. Halol ishlang, haromdan saqlaning, chunki harom yurakka dog', davlatga kulfatdir. Yo Rabbina, ne yaxshi tole bordir, kim baxti o'ti yori bordir. Manzur turar raslinga ne chora qilay azgina mane bordir.